2 millionga yaqin prosmotr yig'gan mana shu videodan keyin Germaniyada yashaydigan o'zbek yaqinlarimizga ham shu norin taomini tayyorlab, Ramazon kunlari iftorlik uchun tayyorlaverishga qaror qildik. Buning uchun bir haftada tayyor bo'lgan surgo'shtlarimizni suvda qaynatib olib, go'shtimizni bulyonidan solib, 3 kilogramm un bilan qattiq qilib xamir qorib oldim. Xamirimizni iloji boricha qattiq qilib qorishga harakat qilamiz. 3 ta zavalachaga bo'lib olib, birin-ketinlikda qalin qilib yoyib olamiz va xuddi shu ko'rinishda 5 daqiqa mobaynida pishirib olamiz. Xamirlarimiz issig'ida yoyib olishga qiynalmaslik uchun muzdekkina suvdan foydalanamiz va xamirlarimizni shunaqa ilib qo'yib, quritishga olib qo'yamiz. Ana endi qurib olgan xamirlarimizni yog'lab, muzdekkina joyga olib qo'yamiz. O'sha mahallada duv-duv gap bo'lgan norinlarimizni xamir bilan go'shtlarni kokil ko'rinishda to'g'rab olamiz. Xudo o'z panohiga asrasin. Shunaqa kelin chiqmasa bormi? Boshingda yong'oq chaqib maymundek o'ynatadi. Norinimiz uchun yong'oq chaqish shart emas. Go'shtlarimizni va xamirlarimizni xuddi shu ko'rinishga keltirib olib, zira, murch va xamirimizdan qolgan yog'larimizni ustidan quyib olib, xamirlarimizni sekin-astalik bilan aralashtirib olamiz. Norinlarimizni idishlarimizga chiroyli qilib joylashtirib, adajonimiz bilan norinlarimizni bezatish ishlarini boshlab yubordik. Shu niyatda xolodilnigimizni morozilkasida saqlab yurgan qazalarimizni ham birin-ketinlikda to'g'rab olib, chiroyli qilib bezatib oldik. Shu joyda norinlarimizni bulyonlarni ham esimizdan chiqarmadik. Bu orada adajonimiz menga yordamlashib, Ramazon uchun tayyorlab olgan pechenyelarimizni ham chiroyli qilib joylashtirib berdilar. Buni retseptini ham alohida qilib sizlar uchun joylashtirib boraman. Nima deb o'ylaysizlar? Germaniyada yashaydigan o'zbek yaqinlarimiz bunaqangi syurprizni kutishganmi? Voy, tinchimagan odamlar, nimalarni o'ylab chiqarishadi?